Assalamu alaykum hörmətli anlıqçılar, xeyirli günlər. Yazğıcı Yasincan Sadıqçıoğlu'nun Bahadırname namlıq romanının davamını anlıqaysızlar. Jaza yurish qilg'uchi qo'shinni boshlab Turpandan yo'lga chiqqan Saydali olib, sarkarda lashkarlarini Ko'nchi vodisida 3 kun dam oldirdi. Bu yerdan yo'lga chiqib Kucharga kelganda yana 3 kun dam oldirdi. Kuchar Emri Adil Mo'min Mirza Saydali olibning talibi bo'yicha xillangan 1000 nafar otliq lashkar chiqarib berdi. Aqsuda Saydali olibning aksi Said Mahmud Mirza Amir edi. Saydali olib lashkari yurishga billa ep chiqqan kichik og'chisi Bibi Oyat xonimni Aqsuda qoldirib qo'ydi. Ondan Aqsu Amri Said Mahmud Mirzaning lashkarlaridan tanlangan 1000 nafar otliq chavandozni lashkarlarga qo'shib, jami 7000 otliq sarkard lashkarlar bilan Qashqarga qarab otlandi. O chegirani saqlayotgan sarkarda Po'lat Bahodirning bir tuman lashkarining yarmini Qashqar yurishiga ishlatishni planlab, Turpandan 5000 nafar lashkar bilan yo'lga chiqqan edi. Ayg'aqchilar orqali Saydali olibning jazo yurishi qilg'uchi qo'shinni boshlab kelayotganlik xabarini olgan Piroji Muhammad shoyasida Qashqardagi 20 ming Samarqand lashkari, 10 ming Qashqar lashkari bo'lib, jami 30 ming lashkar bilan yovni to'sib zarba berish uchun shahar sirtida qarorgoh qurib bo'lgan edi. Oldin mang'uzgan chorlig'uvchilar orqali Piroji Muhammad shoyasining allaqachon tayyorlik ko'rib bo'lganligidan xabar topgan Saydali olib planini o'zgartirib Atışda bir gün to'xtab, lashkarlarni aram oldirg'ach, qaytadan tartibga soldi. Piroji Muhammad shoyasida qarorgoh qurib oldin ola tayyorlik ko'rib bo'lgan bo'lsa, qaramliq qilmay puxtaroq tadbir tuzay. Ayg'oqchilar orqali ortishda to'xtag'inimdan xabar topsa, keynidan piyodalar kelayotgan bo'lsa, asosli qo'shinni saqlayotgan o'xshaydi deb qasun. Navoda aram 7000 otliq lashkar bilan kelganimni bilib qolsa, jasorat eshib, ishonchi cho'mib ketadi. Yov lashkarlarning ishonchiga to'lishi biz uchun to'limi foydasiz. Eng yaxshisi, ularni ahvolimizni bildirmay gumon qilish kerak. Sarkarda Temir Buqubek, dedi Saydali olib, yazak qo'shinning sarkardasiga qarab. Labbay, dedi Temir Buqubek. Temir Buqabek. O'zlar yazaqlari orasidan 10 sarvozni tanlab yo'lga solsizlar. Ular Qashqarlik avomlar siyoqida jablanib, yov qarorgohining orqa tarafiga o'tib, ahvolni tafsiliy bilib kelsin. Bo'libmi yov qarorgohining o'rinlashtirish ahvolini puxta kuzatsin. Qolgan lashkarlarni boshlab berib, yov qarorgohiga oldi tarafdan O'chqashqar yaqinlashsinlar. Ul Piroji Muhammad shoyasida yazaqlarimizni ahvol tintinlig'iga kelgan o'xshaydi deb qolsin. Navoda yovning chapovullar qarorgohdan qo'g'lab chiqsa, jang qilmay darhol chekinsilar. Izohatni o'qib o'tay. Ortush, degani otush, yazak, chorlig'uchi, chapovul, zarbidor atrat, debdi izohatda. Bosh ustiga, dedi sarkarda Temir Buqabek. Har qaysilari, dedi Saydali olib boshqa sarkarlarga qarab. O'z lashkargohlariga qaytib, lashkarlarni aram elish haydakchilik qilishdilar. Ular hozirdan boshlab obdan aram og'ay. Xubdandan keyin yo'lga chiqib, atigan namoz vaqtidan ogal yov qarorgohiga yaqinlashib bargoh quramiz. Saydali olibning qaymoqtirish hiyilasi unum bergan edi. Yovning chorlig'uchi lashkarlarining qarorgoh atrofida paydo bo'lganligidan xabar topgan Piroji Muhammad shoyasida ularga zarba berish uchun Turshavul qo'shinining sarkardasiga farmon berdi. Turshavul degani oldin hujum qiluvchi qo'shin debdi izohatda. Yovning chorlig'uchilarini imkon bor to'liq asir elinglar. Faqat bo'lmasa biror 200 lashkarlarning beshini kesib kelsanlarmi hisob. Ularga hayvimizni rosa bir ko'rsatib qo'yaylik. Ha deganda yovning hayvisini sundirishni ko'ngliga pukkan Piroji Muhammad shoyasida ozg'ini chorlig'uchilarga chapovullarni qayirib qo'yib, Turshavul qo'shinini otlantirgan edi. Biroq Turshavul qo'shini qarorgohdan chiqib bo'lguncha chorlig'uchilar chekinib quyundek qochqinicha ko'zdan g'oyib bo'ldi. Bo'htirmaga uchrab kelishidan ansirgan Turshavul qo'shinining sarkardasi yana qo'g'lashga ro'y bo'lmay qarorgohga qaytib keldi.
Peşinden keyin jazo yurishi qilg'uchi qo'shinning chorlag'uvchilari qarorgoh oldida yana paydo bo'ldi. Ammo Turshavullarning qarasini ko'rish bilan yana qechib ketdi. Qarshi tarafni bo'ktirma yelisi ishlatgan o'xshaydi deb qattiq gumonlangan Turshavul qo'shinning sarkardasi yana qo'g'limadi. Saydali olibning nima xiyoli borligini, qanday hiyla ishlatayotganligini bilmagan Piroji Muhammad shoyasda nima qilarini bilmay qattiq jeli bo'ldi. Yovning ahvolini tingtinglash uchun oyg'oqchi mang'izdi. Kechida yov lashkarlarining tuyuqsiz sharqon urushidan ehtiyot qilib, qarorgohning muhofazatini qattiq kuchaytirdi. Aliyatqi mahalda qaytib kelgan oyg'oqchilardan yov lashkarlarining texchila otishdan bidirlamayotganligidan xabar tepib, to'limi hayron qoldi. Saydali olib shuncha yiroqdan qarorgohimizga chorlag'ich avatib nima qilmoqchikin-a? Yoki ularning bo'ktirma qo'ygan lashkarlarini oyg'oqchilar boyqiyamadimi? Ular nima sababdan ortishdi bidirlamay yetib olgandi? Oyg'oqchilar yov lashkarlarining sonini bakli ozgan, 5-6 mingdan oshmaydigan deyishyotdi. Turpandan shuncha sham bilan jazo yurish qilishga kelgan odam oshimchilik lashkar bilan kammas har qancha bo'lsin. Bildim. Ular asosli qo'shinni saqlayotgan o'xshaydi. Bizning oldin hujum qilishimizdan ansirab, chorlag'uvchilar orqali yolg'ondan teri taraqshitgan gap. Yo hazrat, bu Saydali olib nima degan hiligara? Boya Tursavullarning emas, Javangar, Barangar qo'shinlarning biraqli chiqarib, ol chorlag'uvchilarni qo'lg'an peti, odul ortishga qarab ilgirlaydigan gapkan. Shapxon kechilik hujum. Javangar o'ng qanot qo'shin. Barangar sol qanot qo'shin deb izohatda. Ol 5-6 ming yov lashkarining 3/5-i oldidan qo'li bo'lgan taqdirdimi? Bizning 30 ming lashkarimizga hargiz tankilanmaydi. Ortiqcha ehtiyot qilib qaptimi? Ularning asosli qo'shini nadiroq kelayotgan bo'lg'iydi. Piyodalar degan otliqlarga oson yetishamaydi. Ertaga yetib kelalismi cho'ng gap. Yetib kelgan taqdirdimi yo'l jafosida horadi, ochidi. Jang qilishga maqdur yetmaydi. Bo'pti. Bugun kecha sabr qilay. Erta namoz bomdatdan keyinla butkul qo'shin bilan ortishga otlanay. Yovni shu yerda tayyor qilib, Qashqar tarafga qor yonmas qilib yetay. Ertasi namoz bomdatdan yenib, andila nashtiga o'ltirgan Piroji Muhammad shoyastini bargohi oliga oldirab tenab kirib kelgan Yotishbek cho'chitib etdi. Ma'lum bo'lg'ay. Xo'sh, dedi Piroji Muhammad shoyasta qapqinib turib. Yazaklarimiz yov lashkarlarining qarorgohini ko'ribdi. Piroji Muhammad shoyasta qattiq cho'chib ketdi. Nima ko'ribdi? Ular tunugun tek ortish demasmidi? Xatolashmaganda, yo'qsu janoblari, yov qarorgohimizdan bir parsaq yiroqlikda bargoh quribdi. Ot tayyorlanglar. Nohaqlavamandilar janoblari. Piroji Muhammad shoyasta Bekavul Bekka sap birini gülaydi-da, dastar pechqa vaqirdi. Hong'u yiqib turmaydi, bo'lg'i savotimni atgal badbax. Parsaq uzunluq birligi. Bir parsaq taxminan 6 kilometrga teng. Naha qilmoq, nashti qilmoq, dastar pech, kiyim kechakka mas'ul xodim deb izohatda. Piroji Muhammad shoyasta yov qarorgohini o'z ko'z bilan ko'rib boqmoqchi bo'lgan edi. 3000 ga yaqin otliq lashkarining himoyasida qarorgohidan chiqqan Piroji Muhammad shoyasta bir kechada xuddi yerdan unib chiqqandek paydo bo'lib qolgan yov qarorgohini yiroqdan ko'rib, hayronligini yushirolmadi. Vujudini qattiq tashvish cho'lg'ib oldi. Ya Xudo, bu Saydali olib zodi qandoqroq odamdir? Odamzod nasldinmidi yoki jin shoyatun toyibsidinmidi? Bir kechada burnimning ostida paydo bo'lib qolganini ko'mamdigan. Ahvoldan qaraganda asosli qo'shini yetib kelgan bo'lsa, kechalab yo'l yurib bu yerda qarorgoh quribdi-da.
Qaytayli, dedi yo qarorgohiga yanami yaqinlashishga ro'y bo'lmagan Piroji Muhammad Shoyasta etining beshini orqasiga burab. Elmo kechadan beri qarorgohimizga shak qo'ndirmabdi bu badiraklar. Balkim qaramliq qilishga jur'at qilolmagandi. Kechadan yo'l yurgan bo'lsa, hozir orom elib yetayotgandi tayinliq. Endi ularga orom olishga fursat bermaslik, yovni darhol jangga undash kerak. Ashunda qisam sarkarlashganlarimning jasorati, ishonchi texmi oshidi. O'z qarorgohiga qaytib ketayotgan Piroji Muhammad Shoyasta nasht qilib olibla jangga chiqishni ko'ngliga pukdi. Hamma ishning ko'ngliga pukkinidek bo'layotganligini his qilgan Saydali olib, yo'l askarlarining jangga undab chalgan nag'ri dumboqlarga ancha parvo qilib ketmadi. Sarkarlarga allaqachon vazif topshirib bo'lgan Saydali olib, yo'lning texnik betoqat bo'lishini kutib o'tdi. Jangga undasang undava. Sen qancha betoqat bo'lsang, men uchun shuncha yaxshi. Bizni qo'rqdi, jangga chiqishga petinolmadi deb qolsang, texmi bilan ish bo'ladi. Xo'rging o'sib bexotlishsan, men sendan shuni kutyapman, Piroji Muhammad Shoyasta. Mo'g'uliston lashkarlari hech nimani anglamagandek bahramon g'izallanayotdi. Nostidan keyin qarorgohdan chiqqan Samarqand lashkarlarining qo'sti qaytadan echishga boshlagan edi. Vaqt choshgohga yaqinlashib qolgan edi. Yog'i tushli qiza yeyishga fursat bermay, oshqo'saq jang qilishga majburlashmi Saydali olibning ko'ngliga pukkan yana bir tadbir edi. Lashkarlar g'izalni bo'ldi sarkarda, dedi bargohi oliga kirib kelgan Bekavul Amir. Undaq bo'z jangga hozirlansin, dedi Saydali olib das o'rnidan turib. Qashqarning kuz havosi to'limi yiqishliq bo'ldi. Bugun havo to'limi ochiq edi. Qaraqurum tog'laridan asgan g'urg'ur shamol odamga rohat berishlaydi. Ko'k qahrida oltin nurlarni sehiylik bilan chechayotgan quyoshning qatti odamga to'limi xush yoqadi. Mo'g'uliston lashkarlarining qarorgohidan chiqayotganligini ko'rgan Samarqand lashkarlari xeylidan beri chelishdan zerikkan nag'ri dumboqlarni qaytadan chelib cho'qon so'ran silishga boshladi. Mo'g'uliston lashkarlari ular bilan uch o'q yetim orliq qoldirib sap tuzdi. Her ikki tarafning lashkarlari bir bas nari tortishdi. Sapning oldida turgan Piroji Muhammad Shoyasta yov qarorgohidan faqat otliq lashkarlarning chiqqanligini bilib yana tengirqidi. Bu Saydali olib zoda nima qilmoqchidir? Nemishqa piyodalarini jangga chiqarmaydigandir. Ularni hordiq qilib olsin dedimi ya? Beshida yov lashkarlar qilish tanlab tursa, lashkarlarni oram oldiradigan ahmoq emasdi. Ajab bir tushangili bo'lmaydigan odamgina bu. Ish qilib jangga chiqqani yaxshi bo'ldi. Hayotim beri jim tursa, jangga chiqmasmikin deb andish qilgan edim. Balkim sarkar lashkarlarning oldida jangga chiqmay yetib olishdan nomus qilgandir. O'zini chaqilmay siltan atqiniga to'ydi de. Saydali olib Piroji Muhammad Shoyastaning otliq lashkarlarini oldiga, piyoda lashkarlarining otliq lashkarlarining o'ng, so'l va orqa tarafiga o'rinlashtirib sap tuzgunini ko'rib, yo'ratmagan qiyofatda miyiqida Piroji Muhammad Shoyastani xeyli pishqon, tadbirlik, jang tajribasi bor sarkardimikin desam, tayinliq o'xshamamdi. Neden bundaq sap tuzgan bor? Otliq lashkarlari shundoq chekinib bitiraydigan bo'lsa, üç tarafida turgan piyodalarini dastlab chaylmamdi. Allah egamga shukr, bu jangning nusratini menga buyurgan o'xshaydi. Saydali olib xiyolini yig'ishtirib, etini yengil biqindidi. Chilantoruq arg'umoq shu hamon oldiga qarab yo'rg'ilashga boshladi. Ikki tarafdagi 8 sarkardasi bilan orqasidagi 500 nafar xos nökeri uningga ergashdi. Nökerlarning 50 dan ortiq, dedi Saydali olib kaynidagi nöker beshiga qarab. Nöker beshi 50 nökerning sarkardiga ergashib, qolganlarning sapga qaytib ketishiga buyruq berdi. Saydali olibning ozg'ini sarkard nökerlari bilan kelayotganini ko'rgan Piroji Muhammad Shoyasta 10 nafar sarkardasi bilan 100 nafar qo'riqchisini ilib oldiga qarab mangdi. Ular taxminan 200 qadam orliq qoldirib to'xtashdi.
Saydali olibni nihoyatda egiz odam deb anglagan Piroji Muhammad Shoyasta bir qarabla tonib oldi. Boyuning egizligi bilan ot ustida o'ltirib hamrohlaridan alohida farqlanadigan Saydali olibning orqasida turgan to'g'chi navkarning qo'lidagi bayroq beshiga tegar tegmay lapildab turardi. Shundaqli qaragan kishiga bayroq xodiga emas, Saydali olibning beshiga qadab qo'yilgandek ko'rinadi. Yaratgan egisi bo'ybastini oymay bergan odamgina bu. Öz ko'zim bilan ko'rmagan bo'lsam, yiroqdan ot ustida o'rtirib olgan o'xshaydi deb qolarkanman. Odam balasi moshundaq bo'yliq bo'ladi ekan. Aynili uni Heratga billa ip mangan Mirza Ulug'bek oliylarining ehtiyot qilgan bekor emas ekan. Yolg'iz jeni bilan yo'lbos o'ltirgan rost ekan. Assalomu alaykum, amir janoblari. Saydali olibning ot ustida turib bergan salomi Piroji Muhammad Shoyastaning xayolini bo'lib o'tdi. Va alaykum assalom, dedi u oldirab tenab o'ng qo'lini ko'ksiga ilib. Turqidan tipik Samarqandliklarga xos sipoyilik chiqib turgan, jangi emas, xuddi barovatga mongandek so'ylatlik kiyinib olgan Piroji Muhammad Shoyasta Saydali olibga yaqinlik, ammo so'ylatvoz ham biroz haqavur kishidek tuyg'u berdi. Amir janoblarining shahri Qashqardan shuncha haraj tortib chiqib, dargoh qurg'unini, kamini buyuk Mo'g'uliston saltanatining Amir Kabirga istiqbol bajo keltirgini deb tushunsak bo'lurmi? Yoki necha vaqtdan beri egilib olgan yurt makonni ahtoriga topshirib berib, o'z dargohiga jo'nash uchun oloydan xo'shlashqil chiqqini deb tushunsak bo'lurmi? Piroji Muhammad Shoyasta masxirlik kuldi. Gapga rostilla ustganlar janobi amir. Biroq uxlamay tushak kep qaptilar. Sizlar bizlar kim buyuk Mavara Unnahir saltanatining Amrul Umarosining istiqbol bajo keltirishiga zinhor arzimaydilar. Eng yaxshisi o'zlarini bilib, gadankeşlik qilmay, otdan tushib gunohlarini tilashinlar. Gunohini tilash, tavba qilish savobdir. Faqat yegona Alloh oldida, dedi Saydali olib mag'rurlik bilan. Janoblarining turqiga qarab to'limi zil odam bo'lish kerak deb o'ylab edi. Afsus, xatolashgandek qilaman. Bizning oldimizda yuzlari qizarmay, Amrul Umaralik martabasidan so'z ichishga qandoqmi tillar bo'lgandi? Ul Mavara Unnahirning buyuk hukmdori bo'lmish Amir Temur ko'ragan oliylarining o'z vaqtida jannat makon xoqonimiz To'g'liq Temirxon oliylarining xizmatiga musharraf bo'lgan navkarlarning ekanligini asrdan chiqarib qo'ygan o'xshamamdilar. Ola bugungi kunda ushbu navkarning pushti bo'lmish Mirza Ulug'bekka mulozimlik qilayotgan o'zlardek oddiy bir navkarning to'pchaq ot ustida shahona xil'atlarga o'rnib olib gidishi, bizlar kim olam xo'jasi To'g'liq Temirxon oliylarining sadoqatman Bahodir Amir sarkardalari oldida tap tatmasdan cho'ng so'zlishi bema'nilik emasmi? O'zlari izzatlarini bilib, haddilardan oshmasinlar. Gunohliklari bo'lsa qani xo'sh, o'zlaridan kelsin. Elimi ulgurdilar. Egilgan boshni qilish kesmabdi debdikan. Rahmimiz kelib qolsa, yosalimizga navkar qilib olgaymiz. Texi navkar bo'lishga layoqatlari bo'lsa. Yosalimizga degani sepimizga degan so'zgan. Hem sipoya, hem nozik tabiatlik Piroji Muhammad Shoyastiga Saydali olibning bu tanisi to'limi eg'ir keldi. Chiroyi totirib, g'azbi miyasiga tepdi. Sarkarlarning oldida yuz tushgandek bo'lib, o'zini tutib ololmadi-da, birdanla og'zini buzdi. Hey, dongalg'ajab cho'ng bo'lgan sahrolik! Ul To'g'liq Temirxon oliylarini shipga keltirib, uning qoy zamondagi juldir kepan bo'lib ketgan to'nida terlashdan nomus qilsang-chi? O'zingni kim chaqlab qolding? Sen bizga navkar emas, cho'hri bo'lishga yaramaysan. Navoda ushbu cho'hrilikdan tamaying bo'lsa, otdan tushda tompulingni selib tuzlan. Cho'hrilikka yaramsa yo'q, ko'r baqay. Rahmim kelib qolsa,
Lashkarlarimga cho'hra qilib berurman. Piraji Muhammad Shoyastaning bu til haqorati Said Ali Olibning g'ururiga tegib, jon-jinidan o'tib ketgan bo'lsa-mu, chandurmaslikqa tamkin bo'lishga tirishdi. Shundaqdimi chiroyi sezilarlik tatirib ketdi. Biz cho'hrilikka albatta yormaymiz, dedi u chiroyli kulgi yugurtishga tirishib. Tambal silib tizlanmaslimi, turuqlaridan o'zlarining cho'hri ekanliklari bilinib turibdi. Allah xolisa, yeylig'icha lashkarlarimga tamballarini sep berala. Navoda lashkarlarim yaratmay tükürüp qo'ysa, zinhar ko'ngillarga olmasinlar. Tambalni kimning soldiganligini hali ko'rmiz, dedi Piraji Muhammad Shoyasta baqamda qizirib. O'zlarini bahodirlarim yeylig'icha dangal qasatsa, zinhar ko'ngillarga olmasinlar. Piraji Muhammad Shoyasta bilan munozirlashivasa, texnik sabkatning chiqishini kamlagan Said Ali olib gapni burvatdi. Kimning haqiqiy o'g'il bolik erkakligini yog'i ayrig'ay. Amir janoblarining maydonga tushishga jur'ati bormikin? Shul taqda o'zlar bilan bir qapas yakma-yak elishib baqsam deyman. Piraji Muhammad Shoyasta bir necha daqiqa suvon surmadi. Shu daqiqada u yakma-yak tushsa, Said Ali olibga tankilanmaydiganligini tanlagan edi. Bahodirlarimning qilichi allaqachon yalang'ochlanib bo'lgan, dedi Piraji Muhammad Shoyasta yakma-yak jangga tushishdan qasdan o'zini qochirib. Jafo tatsaqmo yerliklarni oldirmay qo'lib olamiz. Andish qilmag'aylar. Sarkard lashkarlarining jasdi hargiz yerliksiz qolmaydi. Nemili bo'lmasin, Piraji Muhammad Shoyastaning bir qo'shinning amri ekanligini, yana kelib bo'ybasti jihatda o'zining yerimig'ini tankilanmaydiganligini, uni yakma-yak jangga tushishga yana da'vat qilsa, nomardlik bo'lganligini, boshqalar bo'ybastiga ishinib yo'g'onchilik qildi deb masxir qilganligini his qilgan Said Ali olib, uni yakma-yak jangga tushishga zo'rlamadi. Bo'pti. Undaq bo'lsa, bizmi qilish yalang'ochlab kelganmiz. Sarkar janoblari yog'ining shaklini o'zi tanlab olg'ay. Sarkardayi mahoratmi yoki lashkari qirchaqmi? Izohatni o'qib o'tay. Bu bir xil jang shakli bo'lib, sarkardayi mahorat deganda har ikki tarafdan biridan sarkarda maydonga tushib, jangda yengilishni ayiradi. Lashkari qirchaq deganda butkul saf bo'yicha jangga tushadi, debdi izohatda. Piraji Muhammad Shoyasta butun saf bo'yicha qirchaq qilib jang qilishni xohlaydi. U o'sha 30 ming lashkarining kalkundek bostirib berib, yovni ter-peran qilib yetalishiga qattiq ishonadi. Lashkari qirchaq bo'lsin, dedi eg'ir tanglikdan qutulgan Piraji Muhammad Shoyasta oldirab tenab javob berib. Kelishdi qamisa, dedi Said Ali olib. Qo'llarga yezi bosla amir. Silima ham shu, dedi Piraji Muhammad Shoyasta. Bahodirlarimning qilichi amr bilan lashkarning bo'ynini ayirib ketmaydi. Har ikki amir o'z saflariga qarab otlarini choptirishdi. Hayal o'tmay har ikki tarafning jang sepidan avval nag'rodunbaq ovozi, ondan lashkarlarning tatgan narisi anglandi. Shuning bilan tangla Samarqand lashkarlari Cho'qon So'ran bilan hujumga o'tdi. Biroq Mo'g'uliston lashkarlari midir-sidir qilmay turibdi. Yovning harakatsiz turg'unini ko'rgan Samarqand sarkardlari raqiblarini sur bosgan o'xshaydi deb o'yladi-da, nari tatqunicha bostirib kelaverdi. Bir o'q yetim orliq qolganda Mo'g'uliston lashkarlarining sepidan etilgan minglagan yo o'qlari Samarqand lashkarlarining beshiga yomg'irdak yig'ishga boshladi. Kutilmagan bu zarbadan Samarqand lashkarlari birdanla gangirdi. Buni oz ko'rgandek, yuzlagan paloxmonlardan shiddat bilan etilgan qo'sh mushtdek odam beshidek toshlar yo o'qidan dahshatliroq talokat yetkazib. Palaxmon degani tosh etish quroli deb izohatda. Samarqand lashkarlari ilgirlashga amalsiz qoldi. Yomg'irda yig'iyotgan yo o'qi bilan toshlar ot ustidagi Samarqand lashkarlarini mo'ldir so'qqan ujmidek to'kiverdi. Ularning jang sepi buzildi. Lashkarlar o'zlarini o'q toshlarning zarbasidan mudofaa qilish qiymati qolgan edi. O'q toshlardan zarba yegan lashkarlar ichinishliq ingraydi. Otlar vahimalik kishnaydi.
Saydali Olibning bu tadbiri önümünü ko'rsatgan edi. Urkib ketgan ot ustida o'ltirgan Samarqand lashkarlari o'q etishga amalsiz edi. Vujudini vahima tashvish cho'lg'avagan lashkarlar chekinishga boshladi. Yovning chekinganini ko'rgan Saydali Olib o'qya palaxmon etishni to'xtatib, hujumga o'tish farmoni berdi. Bir damdala xeyli ko'p hamrohlaridan ayrilgan Samarqand lashkarlari jinini qutuldirish uchun otlarga jon jahli bilan otchiq qamchi solatdi. Bütün sap bo'yicha qirchapqa o'tib, yov lashkarlarini birla hujum bilan terib-eran qilishni ko'zlagan Piroji Muhammad Shoyasta otliq lashkarlarga emas, piyoda lashkarlarga hujumga o'tish farmoni bergan edi. Shunga piyodalar otliqlarga ergishib hujumga o'tgan edi. Mo'g'uliston lashkarlarining o'qya palaxmonlarining zarbasiga bardoshlik berolmagan otliq lashkarlar chekinish bilan oqisdan tap bostirib kelgan tumanlagan piyoda lashkarlarga duch keldi. Can qayg'usida qolgan otliqlarning to'xtashga hafsalasi yo'q edi. Xuddi qirg'oqqa zarb bilan urilib, orqasiga shiddat bilan chekingan daryo to'lqini. Yopirilib kelgan otliqlar piyoda lashkarlarni otlariga dastib petixlashga boshladi. Bu ma'lumotchilikni ko'rib turgan Piroji Muhammad Shoyasta yuragi echishgan holda dong etib turib qoldi. Shu topda u hech nimaga qaramay orqasiga chekingan otliq lashkarlarni to'xtatishqimi? Otlarning oyg'ida dastilib ketib olgan piyoda lashkarlarni qutuldirib berishqimi? Amalsiz edi. Saydali Olibning necha minglagan chavandozlari bo'lsa, oldiga uchirganligi yov lashkarlarini qilishlab Samarqanddagi vaqtimda o'rdadagi bir qism sipohlar Saydali Olibni bo'si, Ulusbiga Xudoydatga o'xshash hiylagar, tadbirlik odam desa ishonmabdi ekanman. Nomi bekorga tarqalmabdi ekan emasmi? Darhol qarorgohga chekinish kerak. Piroji Muhammad Shoyasta nog'ri chaldirib, sarkari lashkarlarga chekinish buyrug'i berdi-da, eng avval o'zi qarorgohga qarab ot soldi. Qarorgohga yaqinlashib kelgan Piroji Muhammad Shoyastaning yuragi birdan og'di. O'diqqan ko'zlari chakchaydi. Qarorgohdan osmon qalak o't ko'tarilib o'tdi. Uning butkul a'zoyini sho'rrida qora ter bosdi. Qarorgohga kim o't qo'ygandi? Oh Xudo! Badbaxt Saydali Olibning lashkarlari qarorgohni bo'sh qo'ymabdi emasmi? Ular qarorgoh qandoq tegish qilgandi? Yengilgan jon qayg'usida qolgan Samarqand lashkarlari jon jahli bilan Qashqarga qarab kechib Jangdan avval Saydali Olib bilan Piroji Muhammad Shoyasta o'ttirsida bo'lib o'tgan munozirani o'z qulqi bilan anglagan Mo'g'uliston sarkarlari qosqin raqiblarini masxara qilib, tombiloni sol deb cho'qon solatdi. Bu gapning nima ma'no berilganligidan xabarsiz sarvoz lashkarlarmi sarkarlarni do'rab, yovni qo'g'liqnicha suran selishga boshladi. Tombiloni sol! Jon qayg'usida qolgan bechora Samarqand lashkarlarining bo'lsa, bu gapning ma'nosini muloyiza qilgudek, tegiga yetgudek hafsalasi yo'q edi. Balki Mo'g'uliston lashkarlari mushundaq nar tos kerak deb o'ylaydi va hayotni qutuldirib qilish uchun "Xo'sh, Salay begim" deb nolizar qilishadi. Xo'sh, Salay begim deb nolizar qilishadi. Jang oxirlashganda Mo'g'uliston lashkarlari qiziqchilik qilishib, bu qitimqi jangga Salay begim jangi deb nom qo'yilishdi. Keyinchi bu Salay begim jangi lashkarlarning og'zidan madda boyizlarning og'ziga ko'chib, el orasiga kengri tarqaldi va tarixdagi mashhur janglardan bo'lib qoldi. Samarqand lashkarlarining yerimi ming tasda Qashqar shahriga qochib kirib oldi. Qolganlarning tangdan to'lisi qirilib ketdi yoki otlarning oyog'i ostida petixlanib ketdi. Oz bir qismi asirga tushdi. Qo'g'lab kelgan Mo'g'uliston lashkarlari Qashqar shahrini qurshib oldi. Qashqar shahrining sepili behra mustahkam edi. Piroji Muhammad Shoyasta Qashqarga amir bo'lib kelgandan beri shahar sepilini Samarqand shahrining sepiliga o'xshash qilib, qayta bir qitim remont qildirgan, xandaqlarni choptirib, qo'xta, buruj, munarlarni ko'paytib mustahkamlagan edi. Saydali Olib bir oy qo'rshapmi Qashqar shahrini ololmadi. Piroji Muhammad Shoyasta sepilni qattiq mudofaa qilib, jangga chiqmay yetib oldi.
Saydali Olibning masxir qilib avatgan ayol kishining qizil tovar ishtini bilan Atlas ko'nglikimi jangi undab g'ururiga tegib yozgan turkiy tilida ifodalashga bo'ladigan eng haqoratlik, eng sesiq so'zlardan kutilgan xetimi kor qilmadi. Piraji Muhammad shoyasida shaharga hisobsiz ochliq cho'g'ilib olgan bo'lib, lashkarlarning bir yil bemalol yeyishiga yetadi. Şuna onun şəhər sepilini məhkəm saqlaşdan başqa g'emi yo'q edi. Saydali olib shaharni qo'rishgan bir oy ichida har xil tadbirlar bilan hujum qilib boqqan bo'lsa, unumi bo'lmadi. Shu kunlarda to'xtam suvlarda qog'ozdek nefis mustonlab, qishning sharpisi kelishga boshlagan Mo'g'uliston lashkarlarining oziq to'ligi tugab qolay degan edi. Chunki Salay Begim jengidan bir hafta keyin Polat Bahodir Issiqko'ldagi chegarini saqlayotgan lashkarlardan 5 mingni elib yetib kelgan edi. Garchi Yorkent, Oqsuv viloyatlaridan oziq-to'lik yetkash imkoniyati bo'lsa, Saydali Olibning shuncha nurg'un lashkarlarni Qoraqishda chedir tikib yotqizib qiynag'isi kelmadi. Oxiri muhosirni bekor qilib, Polat Bahodirni o'z lashkarlari bilan Issiqko'lga qaytirib etdi. O'zi qolgan sarkad lashkarlarini elib Oqsuvga qaytdi. Garchi jangda g'alaba qilgan bo'lsa-mu, Qashqar shahrini ololmay qattiq mayislangan Saydali olib, Oqsuvda o'zini ajoyib katta bir xushallikning kutayotganligini faqatla xiyoliga keltirmagan edi. Saydali Olibning uzun yillik armoni amalga oshib, kichik og'asi Bibi Oyat xonim qo'saq ko'targan homila 3 oylik bo'lgan edi. Saydali Olib tunji ayoli Uz Sulton Malika bilan to'yi bo'lgan kunni hisob qilmaganda hayotida bunchalik xushal bo'lib boqqanini aslayolmadi. Hayajonlangan Saydali Olibning ko'ziga g'illit yosh keldi. Butkul jahonga o'zining oti bo'lganligini jakarlashdan o'zini oralda tutib oldi. Ham tortinish, ham xushallik ilkida turgan Bibi Oyat xonimni bas ko'targanicha bag'riga bosdi. Sayterekdek baslik Saydali Olibning quchqida xuddi kichik bolada ko'rinadigan Bibi Oyat xonimning putlari piltonlaydi. Unda ko'targanimizlar sirtim hijr bo'ldi ekanmi? Bibi Oyat xonimning nozlik pichirlashlari Saydali Olibning quliqiga kirmaydi. O'zladim baxirliman. Bir umr mushundoq ko'tarib turishga roziman. Hayojini texchi beslamgan Saydali olib, ana o'shundoq pichirlig'ash Bibi Oyat xonimning bo'yniga, mag'ziga, lablariga suyatdi. Texchili Saydali olibning oldida o'zini ozoda tutish odatlanmagan Bibi Oyat xonim xijillik ilkida yerga tushish uchun tipirlaydi. Ammo xushallikdan chiroyli qo'y ko'zlari xumarlashib ketgan edi. Saydali olib Onunğa çoğun ağıçısı Uz Sulton Malika bilan o'xshash qilib xizmatkor kenezak belgilab berdi. Amaliyotda bu kichik ağıçının martabasini ko'targanligi edi. Çoğun ağıça Uz Sulton Malikaning ko'nglini yerim bo'lib qolmasin deydimi, Aydavur bu xush xabarni Turbanga yetkazishga oldirmadi. Shu kunlarda Bibi Oyat xonimning hujrasidan chiqolmaydigan bo'lib qolgan Saydali olibni boshqa har qanday ishga mayli topmaydi. Asiyodi kichik og'ichining qo'shqidagi bolada qolgan edi. Har vaqtlik namozida bolasining omon eson tug'ilib, bu dunyoga sog'-salomat ko'z etishini tilaydi. Farzand jamolini ko'rish taqozoligi vujudini chirmab olgan edi. Mayli Oqsuv amiri Said Mahmud Mirza bo'lsin, mayli Oqsuvdagi boshqa amir sarkarda boy zardarlar bo'lsin, qishning uzun tunini o'tkazish uchun uyushtirgan ba'zi mashrablarga imkon bor qatnashmaydi. Qatnashsa-mu qaytishga oldiraydi. Uning kichik og'ichidan, qo'saqdagi boladan faqatla ayrilg'usi yo'q edi. Qish kunlarini shikorsiz, ba'zi mashrabsiz o'tkazmaydigan Saydali olib, shu kunlarda bu ishlarni xiyoliga keltirib qo'ymaydi. Amir Kabir janoblarga ma'lum bo'lg'ay. Ostondan maktub kelibdi. Bibi Oyat xonim bilan sandalga butun tiqib o'tirib choy ichayotgan Saydali olib, xizmatlar ayol uzatgan patnosdagi naqshli ko'nqopni elib, oldirab og'zini ochdi. Shu hamon dimiqiga kuchlik anbar puruqi urildi. Cho'ng og'chi maktub yo'llabdi-da.
Uz Sultan Malika məktub əvəzsə kön qapının içiga əmbər silib qoyuşunu unutmaydı. Şu daqiqadan Səydəli alıb xeylidən beri çoğ ağıcısı bilan xət aloqa qılmağının esi gelib biraz xicil boldu. Yaqindan beri o rastınla Uz Sultan Malikini esidən çıxarıb qoyğan idi. O Malikinin sütranlik xotan qağızidagi chiroyli xetiga nazar tashladi. Bismillahirrahmanirrahim. Ko'ngil mamlakatining yagona tojidori, ko'z yishim orqali sug'urib ahyo qilgan go'zallik beg'imning sarvisi, baxt osmonimning nurli quyoshi, yo'langan teg'im, g'ururim ham iftixorim, ishqi piraqi yolqin tog' misoli otashlik janobi, ishqi piraqi yolqin tog' misoli, ishqi piraqi yolqin tog' misoli otashlik janobi Bahodir Hazratimga behisob salom yo'llash bilan birga aziz tanlarga salomatlik, hamma ishlariga nusrat tilayman. Uzun bo'ldi, xasta dilimga orom beg'ishlig'icha muborak xat xabarlarini ololmadim. Ahvollari yaxshidir. Ol Qashqar yurishida g'albi nusratga yuzlangan bo'lsa-mu, shahri Qashqarni ilishga muvaffaq bo'lolmaganliklaridan xabar tepib, to'limi afsuslandim. Mayislanmagaylar. Yaratgan Allah egam xolisa qanotlari bo'lmish tulparlari ol azizona shaharda hamon bir kuni mag'rurlik bilan kishnigusi. Ol maqsad muddalarga yetishga Allah egam o'zi madad qilgan. Asli maqsadga kelsam, ushbu kunlarda Hazratimni olamcha bir xushallikdan vaqiflantirib, Janob Allohning muqaddas himmati boisidan nisb bo'lgan behisob baxtning huzurini tang surishni niyat qilgan bo'lsam-mu, orliq yiroq, uning ustiga qish fasli yetib kelgachga amalsizlikdan afsuslik ilkida hayajondan titrayotgan qo'llarim bilan ushbu maktubni kutib o'tiribdiman. Muborak bo'lsin. Janobi Alloh murodimizni hosil qilib, Hazratimni oti bo'lish sharafiga oxir noil qildi. Demoqchimanki, kamina mazlumlari ikki qatman. Bu xushallikni sezganimda ko'z yoshlarim sal bo'lib oqdi. Saydali olib xatni o'qib mushaga kelganda hayajondan o'ltiramay qoldi. Bu xush xabarni Uz Sultan Malika qulqiga o'z og'zi bilan shivirlayotgandek tuyg'uga kelib, qonlari tomir-tomirlarda qiyon yasadi. Bahramon o'tirgan kichik og'ichisi Bibi Oyat xonimga lopida bir qarab elib, xatning davomiga ko'z yugurtdi. Shu topda qanotim bo'lgan bo'lsa, qo'slariga uchib berib, bu xush xabarni o'z og'zim bilan yetkazgan bo'lsam, necha yildan beri farzand pirog'ida o'rtangan yuraklarining so'qishlariga quloqimni yiqib, mehrli ko'zlariga qiynib qarab bo'lsam, armonim yo'q edi. Nachora, oqsuv bilan turpanning orliqini yaqin qilish, kelayotgan qish faslini bahorga almashtirish qudratli Allohning qo'lidan kelmasa, ojiz bandaning qo'lidan kelmaydi ekan. Ilmimning qatli shukrkim, muborak vujudlaridan operida bo'lib, pushtilardan tamg'an jon farzandimiz tenimga joylashganligi uchun xuddi muborak tanlarni quchoqlagandek seg'inishlarim tasalliga erishgandek bo'lib, o'zimni baxtiyor sezmoqdaman. Ilmimning qatli shukrkim, muborak vujudlaridan operida bo'lib, pushtilardan tamg'an jon farzandimiz tenimga joylashganligi uchun xuddi muborak tanlarni quchoqlagandek seg'inishlarim tasalliga erishgandek bo'lib, o'zimni baxtiyor sezmoqdaman. Garchi muborak jamollarni ko'rishni to'rt ko'zim bilan kutsam-mu, seg'inish pirog'i yurak bag'rimni gulxon kabi o'rtab tursa-mu, xonyorlik bilan Qashqarga yurishga otlanganliklari uchun o'zlarini yanimga chillashga amalsizman. Xonyorlik bilan Qashqarga yurishiga otlanganliklari uchun o'zlarini yanimga chillashga amalsizman. Mehribon, shafqatli Alloh egam omon eson didor ko'rishga nasib qilg'ay. Salomatliklarini ko'p asirsilar. Mendan Bibi Oyat xonimga salom deysilar. Muborak jamollarga kecha-kunduz tashna bo'lib, g'albi nusratlari uchun har qachon duo go'ylik qilib turgan ojiz zaifalardan deb bilirlar. Nomi tamom, vassalom.
kelgandek to'yg'iga kelib qolgan Saydali olib, xatga tikilgunicha tinsiz o'ltirardi. Ha, jismi oqsuda o'ltirg'ini bilan o'y xiyoli allaqachon Turponga suyimlik og'achisi O'z Sulton Malikining qishig'i ketib bo'lgan edi. Xiyolida Malikini quchoqlaydi, suyatdi, erkiltatdi, rahmat tasannosini bildiratdi. Ey, yaratgan qudratli Alloh egam, himmatingga 100 ming qatl shukr. Baxt omadimni qo'shlab farzand ato qilganingga tashakkur. Himmat inoyatingdan har qachon umidvorman. Bir umr sana qo'lchilik qilib o'tgayman. Ochiqxonim tinchlikmikan hazratim? Bibi oyat xonimning savoli bilan Saydali olibning xiyoli bo'lindi. Ko'zlariga mehr bilan qarab javob berdi. Tinchlikkan. O'zlariga salom etibdi. Bizga o'zining 2 qat ekanligidan xush xabar yetkazibdi. Kichik og'izcha hayronlik ifodalanib turgan ko'zlarini Saydali olibga tikdi. Nima? Ochiqxonim 2 qatmikan? Ha, dedi xushalliqdan texchil og'zi yumilmay qolgan Saydali olib qo'lidagi xatni tanglab turib, o'zlari o'qib chiqsalar. Bibi oyat xonim xatni avaylab elib o'qishga boshladi. Uning qo'shlab oltin uzuk selingan inchka, nozik barmoqlari sezlarli titrakdi. O'xshab pishgan to'g'ashni eslatadigan mangzi totirib ketgan bo'lib, chiroyli qo'y ko'zlarida hasrat balqiydi. Texchi hayojon besilmagan Saydali olibning bo'lsa, kichik og'chisining chiroyidagi bu ifodani sezib olgandek hafsalasi yo'q edi. Xon oliylarga ma'lumot yo'llab, Ostoniga qaytishga ijozat so'rasam ekan. Xon oliylarga ijozat bera. Biroq o'rdadagi amirlar nima deb qolur? Qaranglar, amir kabir janoblari shuncha sham tortib Qashqarga ketib boradi. Samarqandliklarning mo'ynini tavirtanmay lashkar chekindirib yana qaytib ketdi deb masxara qilishmasmi? Kaynimdan kulmasmi? Nusratsiz lashkari yurishga xazinani ortiqcha chiqimdor qildi deb fitna qilishmasmi? Elim ulamini Go'dak xonning burnidan yetilib oldi. Xonni o'toqqa ega qilib qo'yib saltanatning tizginini o'z tutib oldi deb g'aybat qilishib yuradi. Mushundaq chog'da Ostoniga qaytsam, yana nima fitnadan terishmas? Yoki cho'ng'og'ichini qishimga oldirib kelsam ekan. Biroq shu kunlarda qor yig'ib yo'llar xatarlik bo'lib qoldi. Oqsuv bilan Turponning oralig'ida nurg'un tog'davon cho'l jaziralar bor. Oylab yo'l yurishga to'g'ri keldi. Malik yo'l azob tatib qoladi. So'g'uq qiynalib qoladi. Bu qo'rsoqdagi bolaga yaxshi emas. Yanada Ostondan turg'ini afzallik qiladi. Bo'pti, bu hijron azobiga chiday. Yaratgan egamning himmatiga shukr. Yenimda kichik og'chi bor. Umi Malikining umidi edi. Malikining kang qo'rsoqligi, oq ko'ngillikligi, mehribonligiga Allohning rahmi kelgan chig'i. Her ishkilasi tan qo'rsoq ko'tardi mana. Qaysisi burunroq qo'rsoq ko'targandi. Cho'qim kichik og'chi burun qo'rsoq ko'tardi. Qashqarga menish oldida cho'ng og'chi bilan 2 oqshom birga bo'lgan edi. Ha, to'ydan keyingi eng lazzatli 2 kechani o'tkazgan edi. Alloh egam osh 2 oqshomning birida farzand nasib qildi. Tangrim har 2 og'chini omon eson yangishga nasib qilsa, 2 farzandim qo'sh kezakdek tang cho'ng bo'g'dak. Sabr qilay. Qish oxirlashib ko'klam kelsa, Qashqarga qayt yurish qilay. Alloh egam farzand nasib qilganiga o'xshash, Qashqarni surtinim nasib qilib qolur. Mayli. Nima ish yuz berishdan qat'iy nazar, Qashqarni qo'limga olmay turib Turponga qaytmayman. Qog'oz qalam keltiringlar, dedi Saydali olib xiyoldan bosh ko'tarib. Qog'oz degani qog'oz deb to'zab. Bayatın beri xatga qarab cho'nqur xiyolga batgan Bibi oyat xonim cho'chib beshini ko'tardi. Muborak bo'lsin hazratim, dedi u Saydali olibni texsi muboraklamaganligini esiga olib, chiroyiga kulgi yugurtishga tirishib. Birga bo'lsin, dedi Saydali olib xushxo'ylik bilan. Malikiga javobga tez yutay deyman. Shundoq qilsizlar. Og'chi xonimga mendan salom yo'llab qo'ysizlar.
Yürəkini rəşk azabı qiynayotgan Bibi Oyat xanım dərhal başqa tərəfə qarab aldı. Hörmətli anlıqçılar, bugün kitabını müşəyəkçi oxub beray, köngül qoyub anlığınızlarga rəhmət, xeyir xoş, aman boğaysızlar.